Assalomu alaykum hurmatli ko'rarmanlar. Bugun ishdan chiqib, yonimdagi ajoyib bir yapon bilan ozgina suhbat olib bordim. Shuni sizlarga ham ulashmoqchiman. Sato-san, yaxshimisiz? Ruxsatingiz bilan sizga bir nechta savollarni bermoqchiman. Yoshingiz nechida? 84 yoshdaman. O, zo'r-ku. Sizdek uzoq umr ko'rish va sog'lom bo'lish uchun nimalar qilish kerak? Men yoshligimdan yeydigan ovqatlarimga e'tiborli bo'lganman. Har doim semirishdan qochganman. Yana bir muhim sababi kambag'al bo'lganman. Kambag'al odam qimmat ovqat yeya olmaydi. Tirik qolish uchun har doim kam ovqat yeydi. Menimcha kambag'al bo'lish bu tomonlama yaxshi ekan. Aslida biz qimmat yog'li ovqatlarni emas, ana shu ovqatlar bizni yeydi. Sato-san, 84 yoshingizgacha ishlayapsiz. Sizni ishlashga nima majbur qilyapti? Boya aytganimdek kambag'alman, ishlamasam bo'lmaydi. Keyin hozirgi yapon madaniyatida yapon bolalari o'z ota-onalariga har doim ham g'amxo'rlik qilavermaydi. Menga kelsak, farzandlarimga og'irligimni tushirgim kelmaydi va boya aytganimdek kambag'alman. Shuning uchun ishlashga majburman. Sato-san, bu savolim uchun ma'zur tutgaysiz. Kampiringiz vafot etganiga necha yil bo'ldi? 4 yil bo'ldi. Ayolingiz olamdan o'tganlaridan keyin yolg'izlanib qolmadingizmi? Qiynalib qolmadingizmi? To'g'risini aytsam, 40 yoshimgacha kampirim juda yaxshi xotin edi. Uyda ovqatlar qilib berar edi. 40 yoshdan keyin Yaponiyada har xil teng huquqlilik bir narsalar chiqdi. Ayollar ham jamiyatga chiqishni boshladi. Shundan beri o'zimni kirimni o'zim yuvib, o'zimni ovqatini o'zim qilaman. Shunga kampirim o'tgandan keyin ham bu tomonlama unchalik qiyinchilik ko'rmadim. Chunki o'rganib qolganman-da. Oldin yapon madaniyati ancha yaxshi edi. Odamlar oilaga nisbatan mas'uliyatli edi. Afsuski, hozir unday emas. Ko'p yoshlar oila qurmay qo'ydi. Yosh kattalar ham pensiyaga chiqqandan keyin xotini bo'ldi endi kerakmassan deb ko'chaga haydaydigan bo'ldi. Ajrashyapti. Ajrimlar ko'payib ketdi. Ha, tushunarli. Yuring, sizni O'zbekistonga olib ketay. Rostdan ham borgim kelyapti O'zbekistonga. Sen bilan birga ishlab shuni bildimki, o'zbekistonlik yoshlar juda mehribon va hurmat izzatli. Men senga o'xshagan mehribon o'zbek yoshlarini ko'rib, bolaligimdagi yaponlarni, bolaligimdagi Yaponiyani sog'inaman. 日本の若者はもう見習うべきだね。佐藤さん、今日ありがとうございます。はい。